Sifatsiz traktor olishdan charchagan akalarimiz uchun sizlar uchun maxsus yangi turdagi hamyonbop narxlarda 7 o't kuchli motobloklar eng xo'rozlari bo'lmish zo'rlarini olib kelib qo'yganmiz. Sizlar bu motoblokni olib borib ishlatganda mazza qilib ishlatasiz. Hech qanday puliga achimay, sifat bo'yicha ham, kачество bo'yicha ham motoblok nomer 1 hisoblanadi. Shoshilamiz, sonlari atiga 30 dona qo'yganmiz. Rekord original traktorimizda 30 donasini 3 million 900 ming so'm evaziga kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Nima uchun bu traktorda ko'pchilik so'raydi? Nima uchun ko'p maqtayapsan? Bu traktor sifat bo'yicha uncha motoblogingizda ortda qoldiradi. Har tomonlama qulay qilib sizlar uchun ishlab olib kelgan. Birinchi qulaylik, baklari katta. 5,5 litr sig'imga ega. 170 F, 7,5 ot kuchi, 76 kilo vaznga ega. 5,5 litrli bachoklarga ega bu katta sig'imli bemalol ishlatasiz. 2025-03 15-sanada chiqarilgan motoblok hisoblanadi bu yangisi. Atiga 30 dona kelgan, kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Bu motoblokda originalligini qayerdan bilsak bo'ladi deganlar uchun mana o'yib yozilgan zavod uchun maxsus original hisoblanadi. Bu motoblogimizda komplektatsiyasiga kiradigan bo'lsak, 4 qatordan 8 qator frezer har biri bo'linadi. Mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, har biri bo'linadi. Sizning qishloq xo'jaligingiz uchun 70, 30, 90, 120 lik joylaringizga ham bemalol ishlatasiz. Kesmang, bo'lmang, hech narsa qilmang. Olib boringda motoblokda maza qilib ishlating. Arava qo'shaman degan akalarimiz uchun baloniga yana pachimlik balon qo'ydirilgan. Balonlari ham pachimlik balonlardan. Bemalol mana. Burilishi qulay. 90 gradusga bemalol buriladi. Arqa plombalari ham temirli, originali hisoblanadi. Kelib xarid qilib olib ketaverasizlar. Воздушный filtrlari ham sifatli воздушный filtrlardan qo'yilgan. Narxatiga 3 million 900 ming so'm. Shoshilamiz, sonatiga 30 dona qo'yganmiz. Kimga yo'q, menga Texa motoblok kerak deganlar uchun original Texa motobloklarimizni ham aksiyaga qo'yib o'rganmiz. 3 million 900 ming so'mdan xohlasangiz Texa, xohlasangiz rekord kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Shoshilamiz, ikkovini ham soni cheklangan. Ertaga 2 kundan keyin men ololmadim deganlar uchun xafa bo'lmaysizlar. Shoshilamiz shuning uchun. Qadrli yurtdoshlar, sonlari chegaralangan garantiyalarga keladigan bo'lsak, 1 yildan zavodskoy defekt burrakligi uchun qilib beriladi. Hech qanday zavod tarafdan defekt chiqsa, sizdan hech qanday pul, xarajat talab qilinmaydi. Yangisiga almashtirib beriladi. Yoxud agar umuman to'g'rilashda iloji yo'q desa, yangisiga almashtirib beriladi. Bor zapchasti bor, xavotir olmasdan to'g'irlaymiz desalar, bemalol to'g'irlab beramiz. Sizdan hech qanday zapchast puli, narsa puli olinmaydi. Zavodga defekt burrak chiqsa, shoshilamiz. Bu faqat bizda Ark blok bozorida. Shoshilamiz. 30 dona rekord traktorimizdan qo'yganmiz 3 million 900 ming so'm. Yana bir sidram aytaman. 4 qatordan 8 qator frezer moy miyachalari bilan qo'yilgan. Baloniga pachimlik balonlar qo'yilgan. Turgi 10 balonlar bilan jihozlangan. 1 yildan garantiyalar asosida kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Shoshilamiz, qadrli yurtdoshlar. Undan keyin boshqa turdagi instrument kerakmi? Bolgarka, drill, hamma turdagi narsalarimizni olib qo'yganmiz. Kimga nechta kerak desa, bor, shoshilamiz.